Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uchilar. Ustoz Muhammad Yusufning Allohning go'zal ismlari nomli asrini diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anglag'aysizlar. Ar-Rafiq. Alloh taolaning Ar-Rafiq degan ismi hadisda kelgan bo'lib, payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Allah haqiqatan mehribondir. Barliq ishlarda mehribonlikni yaxshi ko'radi. Ar-Rafiq Alloh taolaning har bir ishda mehribonlikni oldingi o'rinda qo'yg'uchi, bandalarga shafqat qilg'uchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. As-Subbuh. Alloh taolaning As-Subbuh degan ismi sahih hadisda kelgan bo'lib, Ayşe raziyallahu anha Peygamber aleyhisselamның ruku ve secdeleri de cimi periştelerinin Cibril'nin Rabbi bolgan Allah barcha nuqsonlardan paktur. Allah hakikaten ulug'dur deb dua qiladiganligini bayon qilgan. Allah Taala'nın her qandaq ayib nuqsondan butunlay pak ekanligini ifodalaydigan ismidir. Al-Musair. Allah Taala'nın Al-Musair degan ismi sahih hadisda kelgan bo'lib, Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhisalomning zamonida bozor bahosi o'rlab ketgan edi. Kishilar Payg'ambar alayhisalomdan baho belgilab berishni talab qilganda, Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: ya'ni Allah şeylerge qimmat belgiliguchi, tar qilguchi, kang qilguchi va rizq berguchidir. Men Allohga ustimda hech kimning meliga yoki jiniga munosabatlik hech qanday haqqi bo'lmagan holatda uchrashishni umid qilaman. Al-Musair Alloh taolaning şeylerning qimmatini, darajasini va martabasini yuqori va tuvan qilib belgilugichi ekanligini ifodalaydigan ismidir. As-Sayyid. Alloh taolaning As-Sayyid degan ismi sahih hadisda kelgan bo'lib, Abdullah ibn Shikhr raziyallohu anhu mundaq degan: biz Amir qabilasining elchilari bilan Payg'ambar alayhisalomning huzuriga borganimizda Payg'ambar alayhisalomga "Sizlar bizning xo'jayinimizdir" dedik. U bizga "Sayyid Allohdir" dedi. As-Sayyid Alloh taolaning maxluqot ustida mutlaq hokimiyat egisi, ularning yaratquchisi, egisi va Rabbi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Ad-Dayyan. Alloh taolaning Ad-Dayyan degan ismi sahih hadisda kelgan bo'lib, Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: insonlar qiyomat kuni yalang'och va hech narsasi yo'q holda hisob maydoniga, mahshargohga to'planadi. Ondan ularni jiroqdan hamma odam yaqindan anglaydigan bir ovoz bilan chaqiradi. Shu chaqda Alloh: "Men podshoh, hisob olg'uchiman. Do'zax ahli bo'lganlar, jannat ahli bo'lganlarda biror haqqi bo'lsa, uni men uningga elib bermagicha do'zaxga kirmaydi. Jannat ahli bo'lganlarmi do'zax ahli bo'lganlarda biror haqqi bo'lsa, uni men elib bermagicha jannatga kirmaydi. Hatto bir qachotqa chog'liq haqqi bo'lsa-mu elib beraman" deydi. Biz Payg'ambar alayhisalomga "Bu qandoq bo'ladi? Biz Allohning oldiga yalang'och, hech narsamiz yo'q holda borsak" dedik. Payg'ambar alayhisalom bizga "Yaxshi amallar va gunohlar bilan kelisizlar" dedi. Ya'ni zolimlarning yaxshi amallari zulm qilinguvchilarga elib beriladi. Ularning yaxshi amallari tugab qolsa, zulm qilinguvchilarning gunohlari ularning ustiga ortiladi deganlikdir. Ad-Dayyan Alloh taolaning bandalarining yaxshi yomon barliq amallaridan
to'liq hisob olg'uchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Ad-Dayyan Alloh taolo gunohlar qanchalik ko'p va qanchalik cho'ng bo'lib ketsimi, hammasidan to'liq hisob elib, gunohkorlarga tegishli jazosini beradiganligini bildirdi. Ey payg'ambar, Rabbingning nomi bilan qasamki, ularning hammasini qilmishlari to'g'risida so'roq tortamiz. Ash-Shafi Alloh taoloning Ash-Shafi degan ismi sahih hadisda kelgan bo'lib, Aysha radhiyallohu anha mundaq degan: Rasulullohning huzuriga qandaqli bir kasal kelsa yoki keltirilsa, uningga ey insonlarning Rabbi Alloh, bu kishidan kasalni ketkizib atgin, uning kesiliga shifolik bergin, sen haqiqatan kasallarga shifolik berguchisan. Senden bo'lak shifolik berguchi yo'qdir. Sening shifoliqing bilan kasallik qolmaydi degan duoni o'qiydi. Ash-Shafi Alloh taolaning qalblarga va badanlarga shifolik berguchi, kasallarga davolanish yo'llarini ko'rsatguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Shaksizki har qanday kasalga shifolik faqatla Alloh taolodan keladi. Lekin Alloh taolo bandalarga har xil sabablarni qildirib, ondan shifolik beradi. Shunga Alloh taolo bizni kasaldan saqlanish va kasal bo'lgandan keyin saqlash uchun sabab qilishga buyurgan. Hayotimizni Allohning go'zal ismlari bilan nurlantiring. Alloh taolo mehr muhabbatning va kuch-quvvatning birdan-bir manbasi bo'lib, bularni Alloh taolodan boshqasi ato qilolmaydi. Shunga biz Alloh taolo bilan bo'lgan vaqtimizda eng kuchli, uningdan g'aflatda qolganda bo'lsa eng ojizmiz. Alloh taolo bizga jon tomirimizdanmi bak yaqindir. Ammo biz dunyoning halakchiligi sababli uningdan jiroqlashib qolamiz. Alloh taolo bilan bo'lish va uning go'zal ismlari bilan yashash haqiqatan huzur halovatlik, to'limu ma'nilik bir hayot bo'lib, buning qimmatini yashab boqqanlar biladi. Hayotning qiyinchiliklariga, dunyoning har xil tahdidlariga, turli ozdirg'uchi kuchlarga taqobil turish yetarlik sabablarni qilish bilan birlikda Alloh taologa tayinish, uningdan yordam tilash va uningga yurakdan bog'lanish bilan bo'ladi. Tövəndə Allah Taala'nın El-Qarib, El-Hadi, El-Şakur, El-Şafi, El-Hafiz, El-Cebbar, El-Vekil, El-Gafur degan isimler bilan yashashning huzur halovatini va hayotımızga berdigan ijobiy ta'sirlarini o'rganamiz. El-Qarib yaqin. Yalğızlıq tartib atamsız, ruhingiz azaplanib atamdı. Yaqin do'stingiz sizni ranjitdimi? Ishonch qilgan kishilaringiz sizdan jiroqlashib ketdimi? Sizdan vafo ko'rganlar jafo qildimi? Dilingizni yashartishni xohlamsiz? Ruhingizni ko'tarishga, ma'naviyatingizni kuchaytirishga muhtoj bo'lib atamsiz? Haqiqiy bir vafodor izlab atamsiz? U vafodorning yuragingizni illatishini, beshingizni silishini xohlamsiz? Undaqda siz hammani ko'nglingizdan chiqarib eting. Sizni qat'iy yolg'iz qo'ymaydigan, sizga madad berib qo'llaydigan, hargiz jafo qilmaydigan haqiqiy vafodor zotga yuzlaning. Uning rahmatini va shafqatini tilang. Rabbingiz Alloh taolo sizga jon tomiringizdanmi bak yaqindir. Navbat sizda. Siz uningga yaqinlik izlab bir qadam olsangiz, u siz tarafga 2 qadam oladi. Alloh taolaning hadis qudusida bandam menga bir g'erish yaqinlashsa, men uningga bir gaz yaqinlashiman. U menga bir gaz yaqinlashsa, men uningga bir g'ulach yaqinlashiman. U menga menib kelsa, men uning oldiga yugurib boraman deganligi buni ifodalaydi.
Siz Allah Taalaga yaqin bo'lganingizda dilingiz hamma ishdan aram topadi. Ko'nglingiz barcha qo'rqinishlardan xotirjam bo'ladi. Hayotingiz huzurliq, kunlaringiz ma'nilik o'tadi. Allah Taala her zaman o'zining sizga jon tomiringizdanmi bak yaqin ekanligini bilishiniz va uningga jazm qilishingizni xohlaydi. U sizning gap so'zlaringizni anglab, ish harakatlaringizni ko'rib turadi. Uningga sizning hech qanday bir ishingiz maxfiy qolmaydi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni masjidga kirib edi. Sahabalarning nihoyatda unlik ovoz bilan duo qilayotganligini anglab, ularga o'zinglarni tutib olinglar. Sizlar anglamaydigan yoki jiroqdagi birini chaqiryotmaysizlar. Balki hammani aniq anglab turadigan va sizlarga yaqin bo'lgan zotni chaqiryapsizlar dedi. Banda duosini tugitib bo'lguncha Alloh taolo uning tiligini o'rinlashtirib bo'ladi. Yoki darhol tilikini ijobat qilib beradi. Yoki tilikining amalga eshishini uning manfaatiga uyg'un bir vaqtga kechiktiradi. Va yoki uni balo qazodan va ziyon zahmatdan saqlab qoladi. Oxiratda bo'lsa ajr beradi. Yaqinlik martabasi. Alloh taolaning maxluqotiga bo'lgan yaqinlik martabasi ikki turlik bo'lib, biri Allah Taala'nın barlıq məxluqatıga bolğan umumi yaqinligidir. Yana biri xas yaqinligidir. Allah Taala'nın məxluqatıga bolğan umumi yaqinligi uning koinotdagi hamma narsani ko'rib, bilib va idora qilib turadiganligini, ularning ish harakatlaridan to'liq xabardor ekanligini ko'rsatadi. Allah quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini biladi. Tökülgen yupurmaktan Allah bilmeydiğen birimi yok degan ayet bunu ifadelaydi. Allah Taala'nın barlıq avazlarını anlap, məxluqatның ahvalını görüp, hammini bilip turadiganligi uning barcha məxluqatıga eng yaqin ekanligining natijasidir. Bir kuni bir ayol eri ustidan shikoyat qilib kelib, Payg'ambar alayhissalom bilan munozirlashgili turdi. O ayol bir narsalarni da'vat etdi. Ayşe raziyallohu anha uyning bir tarafida turib, heliqi ayolning gaplarining ba'zisini anlayoldi va ba'zisini anlay olmadi. Ayolning shikoyati tugagandan keyin Alloh taolo Jibril alayhissalomni avatib, Payg'ambar alayhissalomni ahvoldan to'liq xabardor qildi va bunu oyatni nozil qildi. Ey Payg'ambar, eri to'g'risida sen bilan munozirlashgan va Allohga dardini aytgan ayolning so'zini Allah haqiqatan angladi. Allah ikkinglarning so'zlashganinglarni anglab turdi. Chunki Allah hammani anglab turguchidir. Hammani ko'rib turguchidir. Bu oyat Alloh taolaning bandalarga ular eng yaqin turib paranglashayotgan kishisidanmi yaqin ekanligini ifodalaydi. Allah Taala'nın bandalarga bo'lgan xos yaqinligi yordam qilish, yetaklash va qo'g'dash ma'nosida bo'ladi. Ya'ni Alloh Taala payg'ambarlarni va solih bandalarini alohida qo'g'daydi. Ularga har zaman yordam qiladi. Ular tovandikichi bo'ladi. Alloh Taala'nın duo qilguchiga bo'lgan yaqinligi. Allah Taala iltijo qilib chaqirgan kishiga eng yaqindir. Bir kuni kishilar Payg'ambar alayhissalomdan Rabbimiz bizga yaqinmi yoki jiroqmi? Agar yaqin bo'lsa munojat qilayli, agar jiroq bo'lsa chaqirayli deganda Alloh Taala buni oyatni nozil qilgan. Ey Payg'ambar, bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Menga duo qilsa, men duo qilguchining duosini ijobat qilaman. Shunga ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga to'liq ishonsin. Alloh taolo bu oyatda o'zining bandalariga yaqin ekanligidan xabar berishda
payg'ambar alayhissalomni javob berishga buyurmasdan o'zi bevosita javob berib, "Men haqiqatan ularga yaqinman" degan. Ondan bu yaqinlikning ma'nosini bayon qilib, "Menga duo qilsa, men duo qilguvchining duosini ijobat qilaman." Ya'ni duo qilguvchiga yaqinman degan. Alloh taolaning duo qilguvchiga yaqinligining ifodalaridan biri shuki, Alloh taolo uning duosini ijobat qiladi, dardlarini anglaydi, hojatlarini ravo qiladi, qiyinchiliklarini hal qiladi, kasallarga shifolik beradi va uningga eng yaqindan muomala qiladi. Shunga ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga to'liq ishonsin. Ya'ni Alloh taolodan duosining ijobat bo'lishini, hojatining ravo bo'lishini, kesiliga shifolik berishini, qiyinchilikdan qutqizib qo'yishini tilagan odam din va dunyolik ishlarida to'g'ri yo'l tepishi uchun Alloh taolaning buyurganlarini o'rindab, to'sqanlardan yenib, uningga itoat qilsin va uningga chin ishonsin. Alloh taolaning tavba qilguvchilarga bo'lgan yaqinligi. Alloh taolo gunohlarga tavba qilgan bandalarga haqiqatan yaqindir. Ularning tavbalarini qabul qiladi va gunohlarini o'chirib, o'rniga savob yozadi. Allohdan mag'firat tilanglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Chunki Rabbim o'ziga yuzlangan kishiga yaqindir. Duolarni ijobat qilguvchidir. Alloh taolaning bandalarini ko'zitishdagi yaqinligi. Alloh taolaning bandalarining barliq ahvolini yaqindan ko'zitib turadiganligida va ilmi bilan ularni qorshab turadiganligida qilchi shak yo'qdir. Sizlar qayerda bo'lsanglar, u sizlar bilan billadir. Mayli uningdan oz yoki ko'p odam pichirlashsin, ular qayerda bo'lsin, Alloh hamon ular bilan billadir. Alloh taolo o'z ilmi bilan bandalariga intayin yaqindir. Ularning hamma ahvolidan xabardor bo'lib turadi. Biz haqiqatan insonni yaratdik. Biz uning ko'ngliga keltirganlarini bilamiz. Biz insonga uning jon tomiridanmi yaqinmiz. Alloh taolaning bandalariga qo'ldash, yordam qilish jihatdagi yaqinligi. Bu Alloh taolaning payg'ambarlariga taqvodor va buyurilgan ishlarni ko'ngil bo'lib, qetirqinib qiladigan mo'minlarga bo'lgan yaqinligi bo'lib, ularni asraydi va alohida qo'llaydi. Shaksizki Alloh taqvodorlik qilguvchilar va buyurilgan har ishni mukammal qilguvchilar bilan billadir. Alloh taolaning zikr etguchi bandalarga bo'lgan yaqinligi. Shaksizki Alloh taolo o'zini yod etgan, hamdu sano va tasbihlarni aytgan bandalariga to'limi yaqindir. Ularni katta ajrlar bilan mukofotlaydi. Barcha baxtsizliklardan saqlaydi. Alloh taolo hadis quddusida "Men meni yod etgan bandam bilan billa" degan. Alloh taolo bilan bo'lgan kishilar nima degan baxtliga? Alloh taoloning sizga yaqin ekanligini bilgan va his qilgan vaqtingizda siz hech narsadan qo'rqmaysiz. Butunlay xotirjamlik ichida bo'lasiz. O'z vaqtida Musa alayhissalom ilgari savallik bilan bir misrlikni o'ltirib qo'yganligi uchun Firavunning yeniga berishdan qo'rqqanda Alloh taolo "Sizlar qo'rqmanglar. Men haqiqatan sizlar bilan billa. Uning javobini anglab turman. Muomalasini ko'rib turman" deb uning va Harun alayhissalomning ko'nglini xotirjam qilgan. Chunki ularning Alloh taolaning o'zlari bilan billa ekanligini his qilganligi ularning Firavundan qo'rqmasligi uchun kifoya edi. Alloh taolaning Musa alayhissalomga bo'lgan yaqinligi yordam qilish, qo'g'dash va asrash ma'nosidagi yaqinlik edi. Shunga u Firavunning oldiga dodillik bilan berib,
haq so'zini qo'rqmay aytgan va uni iymonga da'vat qilgan. Alloh taolo sizga haqiqatan yaqindir. Uning yordamiga va rahmatiga erishish uchun faqatla qalbingizni uningga bag'ishlab, tilingizni midriltish orqali uningga zikr va tasbih aytishingiz yetarlidir. Yunus alayhissalom o'z vaqtida kitning qornidagi qatma-qat qorong'ulik ichida intayin past ovoz bilan Alloh taologa tasbih aytib: "Ey Rabbim, sendan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Sen barliq kamchiliklardan poktursan. Men rasululloh o'ziga zulm qilguvchilardan bo'ldim" deb iltijo qilganda Alloh taolo uning nidosini anglagan va uni qutqizgan. Chunki Alloh taolo uningga intayin yaqin edi. Allohga sajda qilgan va bu orqali uningga yaqinlik hosil qilgan. Demak, Alloh taologa ibodatlar bilan yaqinlik hosil qilg'ili bo'ladi. Alloh taoloning xos yaqinligiga erishish uchun farz, vojib va sunnat amallarini to'liq o'rindash, yomon gunoh ishlardan yiroq turish va nafla ixtiyoriy yaxshi amallarni ko'p qilish lozim. Chunki Alloh taoloning xos yaqinligi bandaning tirishchanligi bilan qo'lga keladi. Ular qanday qilsak Allohga yaqin bo'larmiz deb Rabbiga yaqin bo'lish yo'lini izlab duo qiladi. Mo'min odamda cho'qim oliy himmat va yuksak iroda bo'lishi Alloh taologa yaqin bo'lishni emas, balki eng yaqin bo'lishni tilishi va shuningga loyiq amallarni qilishi lozim. Ey Rabbim, sening Al-Qarib degan ulug' ismingga va barliq go'zal ism sifatlaringga bo'lgan chin iymonimni vasila qilib sana iltijo qilaman. Ey Rabbim, bizni o'zingga eng yaqin bandalaring qatoridan qilgin. Bizga xos yaqinliging bilan muomala qilgin. Bizni hayotning rahimsizligiga, turmushning qattiqchiligiga tashlab qo'ymagin. Bizga madad bergin. Bizga bo'lgan xos yaqinliging bilan bizni Firdavs jannatlarining varislaridan qilgin. Amin. Mikrofon oldida Qaraxon.